Havoda bug'lanish, namlik oshgan sari tomoq og'rig'i, burun bitishi tezlashib, qaytalanib bormoqda. Ayniqsa hozirda havoda ko'tarilayotgan turli changlar jamlamasi kun sayin quyuqlashib, ko'zga ko'rinar darajada oshib bormoqda. Kasallanish belgilari ham murakkablashmoqda. Antibiotiklar bilan davolanish, jarrohlik usullariga o'tishga yetmasdanoq oldindan oldini oling. Damlamalar, qaynatmalar, chayish, g'arg'ara qilish, ingalyatsiya usullari bilan bilimlaringizni oshiring u juda samarali amalga oshiring. Zero tabiat shiddati oshgan sari unga qarshi kurashuvchanlik madadi ham oshuvi azaldan ma'lum. Chiniqing, e'tiborli bo'ling va salomatligingizni saqlab yuring. Buning uchun ana shunday elementar narsalarga rioya qiling.